Men bilasizlarmi qanaqa bolalarga havas qilaman. Haligi hech kim dunyo bilan vash ishi yo'q bolalar bor. O'zi bilan o'zi yuraveradigan. Va eshitdingmi, hozir urush bo'lyapti desiz. Habib yutadi, Mastapan ham toshni yutib qo'yadi. Habib yutkizmaydi. U tashnab turaveradigan bola. Mana yangicha haligi depressiya, inflyatsiya degan so'zlarni u haligi mashinaning yangi turi deb o'ylaydi. Umuman qiziqish, ammo pulni topadi. Mana bu kona bakib oyiga 50 million pul topsa kerak deysizlar. Lekin sezdirish yo'q. Mana ishlatadigan telefoni ham G2 Prime. Telegramga ham kirmaydi haligi. Telegramga tushunishingiz uchun hozir konditsionerni pul bilan ham kirsa bo'lyapti. Kiyim ham umuman sezdirmasdan mana shu 3-sinfda kiyib yurgan Spartikasi bor, bitta yonboshda chizig'i bor, trikosda yuradi. Qishin yozin. Hali trikot cho'ntagida atyorga turadi doim. Bitta uni teskarisi bor, guppi, vashi, hali bosar tusanini bilib. 3 million oyga oladi, Luboy katta binodan o'tadi. Masjidan uy bosib olish kerak edi bitta. Hali joy biznes center. Mononi oladigan narsasiz, bu oy izzor olsa bitta velosiped olib qo'yaman. Tamarkaga 3 kilometrga borib kelishga qiynalmayapman deydi. Tushunishingiz uchun topadigan puliga uydan Tamarkasigacha bo'lgan masofani olib qo'ysa bo'ladi. Tamarka ham 28 gektar. Kadastr qilib alohida viloyatga bersa bo'ladi.